Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda juda ham muhim bo'lgan mavzulardan bittasi JSON moduli bo'yicha gaplashamiz. Bu modulni bilmasdan turib, zamonaviy dasturlashni tasavvur qilish qiyin. Barcha veb-saytlar, mobil ilovalar, APIlar hammasi JSON ishlatadi. Keling mana shu mavzuga batafsil kirishamiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu mavzuni yozish uchun men bir necha marta urinib ko'rdim. Hech biri ko'nglimdagidek chiqmadi. Bu safar Xudo xohlasa ko'nglimdagidek chiqadi degan umiddaman. Va yana eslatib o'tib ketishim kerak. Mana bu modullar darslarimiz qolgan darslarimizga qaraganda ko'proq vaqt olyapti. 1 soatgacha yoki 1 soatdan ham oshiq vaqt olyapti. Sababi bularni ichida o'rganadigan ma'lumotlarimiz juda ham ko'p va bular doim sizga kerak bo'ladigan ishni ko'zi bo'lgan ma'lumotlar. Shuning uchun zerikib qolmang, oxirigacha ko'ring. Sababi bu joyda siz uchun foydali bo'lgan, eng ko'p kerak bo'ladigan modullarni ko'rsatib berganmiz. Mana endi o'shalardan bittasi JSON moduli ekan. JSON modulidan oldin JSON nimaligi, mana JSON nimaligi haqidan oldin API degan tushunchani bilib olishimiz kerak. API nima degani? API bu application programming interface degani. Bu nima degani? Ilovalarni dasturlash interfeysi. Ya'ni bu o'sha ikki va undan ortiq bo'lgan ilovalarni bir-biri bilan nima? Ya'ni dasturlarni bir-biri bilan gaplashish uchun vosita. Dasturlar bir-biri bilan qanday gaplashadi? Albatta ma'lumotlar orqali. Ya'ni qandaydir ma'lumot so'raydi, uni yuboradi, shunga o'xshagan. Ya'ni siz tasavvur qiling, ilovangiz bor, mobil ilovangiz telefonda, Android yoki iOSda. Unga kirib qaysidir tugmani bossangiz, qaysidir ma'lumotni olib keladi yoki uni o'chirib yuboradi yoki uni yangilaydi yoki yangi ma'lumotni qo'shadi. Masalan, ro'yxatda o'tirayotgan vaqtingizda ism familiyangizni, ma'lumotlaringizni kirsangiz, ularni borib ma'lumotlar bazasiga saqlab keladi, to'g'rimi? Mana shu amallarning har bittasini o'sha bajarishda, ya'ni sizni ilovadan kiritayotgan qismingiz bu, ya'ni ilova, siz ishlatayotgan ilova shunchaki ko'rinish qismi. Uni u yerdan ma'lumotni olib borib saqlab qo'yiladigan ma'lumotlar bazasi bor. U ikkinchi ilova deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ana shu front-end ilovasi bilan ma'lumotlar bazasi ilovasining o'rtasida borib kelish amalini, ya'ni masalan ma'lumot so'rovchi yoki ma'lumotni olib keluvchi vazifasini bajarayotgan narsa, o'rtadagi o'rtakash vositamiz bu odatda nima bo'ladi? API hisoblanar ekan, backendni API qismi hisoblanar ekan. Demak, API ilovalarni dasturlash interfeysi, ya'ni yo'li hisoblanar ekan. Endi tasavvur qiling, siz restorandasiz, oshxonaga kirmaysiz, balki nima qilasiz? Ofisiantga buyurtma berasiz. Ofisiant oshxona bilan gaplashib, sizga nima natijani olib keladi, ya'ni taomni olib keladi. Siz uni iste'mol qilasiz. Ya'ni bu joyda siz borib nimaga oshpazga gapirishingiz shart emas. O'rtada, ya'ni nima bor? O'rtakash bor, ofisiant bor. API ham xuddi shunday. U ikkita tizimning orasida aloqa o'rnatishga yordam beradi. Tasavvur qiling, bu yerda siz mijoz, oshxona server, ya'ni backend, ofisiant esa API hisoblanadi. Endi siz oshxonaga kirib ovqat pishirmaysiz, to'g'rimi? Buni o'rniga nima qilasiz? Ofisiantga buyurtma berasiz, oshxonaga olib boradi, chekni, keyin oshxona tayyorlaydi, ofisiant sizga olib beradi. Ya'ni butun jarayon shunday bo'ladi. Tushunish oson bo'lish uchun shu misoldan foydalanyapman. Demak, bu joyda nima ekan? Ofisiant bu API qismi hisoblanar ekan. U siz bilan tizimning orasidagi vositachi hisoblanar ekan. Yanada ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu API ikki dasturning orasida ma'lumot so'rash, berish, yangilash, o'chirish uchun vosita, ko'prik hisoblanar ekan. Masalan, endi hayotiy bir misollardan keltiradigan bo'lsak, masalan, Google orqali turli xil saytlarga login qilasiz yoki registratsiya qilasiz, kirasiz, to'g'rimi? Shu kirayotgan vaqtingizda Google orqali kirish degan qism bo'ladi-ku. Mana shu joyda ham aslida o'sha APIlar ishlayotgan bo'ladi. Ya'ni siz kirayotgan sayt u Google'ga tegishli emas, lekin Google'ni
o'sha sign in xizmatidan, ya'ni nima qilish, foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tkazish tizimidan foydalanadi. O'sha sayt, begona sayt, Google ga so'rov jo'natadi. Google uni qayta ishlab sizga yana ma'lumotlarni jo'natadi. Mana shu yerda demak o'rtada nima xizmat ko'rsatyapti? API xizmat ko'rsatyapti. Yoki ob-havo ilovasini olsak, ob-havo ma'lumotlari qayerdandir keladi-ku, to'g'rimi? Backend qismidan. Ana shu backend qismida o'sha ma'lumotlar bazasi bilan foydalanuvchi interfeysini, ilovani bog'lab beradigan qismi bu API hisoblanadi. Yoki o'sha biz tuzishga o'rganib qolgan frontend backend qilib tuzamiz-ku, to'g'rimi? Mana shu ikkala qismni o'rtasida bir-biriga gaplashtirib qo'yadigan qism bu API hisoblanadi. Yoki to'lov tizimlarini oladigan bo'lsak, Click, PayMe, Stripe, Paynet, bilmadim, hammasi API dan foydalanadi. Va yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak bu joyda. API endpoint degan tushuncha bor. Endpoint. API endpoint nima? Bu biz so'rov yuboradigan manzil. Masalan, aytaylik, foydalanuvchi 1 desam, masalan, birinchi raqamli foydalanuvchini yoki 1296 foydalanuvchi desam, mana shu foydalanuvchini demak bizga olib kelib beradi. Mana bu API endpoint, ya'ni manzil hisoblanadi. Bu odatda masalan google.com mana shunday bo'lishi mumkin. Yoki bu joyda sizni birorta saytingiz bo'lishi mumkin. Masalan, saytim.uz foydalanuvchi mana shunaqangi shaklda bo'lishi mumkin bo'ladi. Biroz endi texnikroq tushuntirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizda masalan nima login qilish yoki masalan register bo'lishi mumkin. Bu har xil misollarda. Yoki masalan users 1, masalan bular nima? Endpoint. Endi masalan biz bu joyga so'rov yuboryapmiz. Masalan get, post, put, patch va delete degan ko'pincha ishlatadigan requestlarimiz bor. Bu nima degani? Get olib kelish, post yuborish, put o'zgartirish, patch esa ma'lum bir qismini o'zgartirish, delete esa o'chirish hisoblanadi. Bular metodlar hisoblanadi. Method. Va yana endi biz format haqida gaplashishimiz kerak. Format bu odatda mana JSON ko'rinishida bo'ladi yoki masalan XML ko'rinishida bo'lishi mumkin, YAML ko'rinishida, men bilmadim endi, HTML ko'rinishida yoki plain text. Plain text degani bu oddiy matn ko'rinishida bo'lishi mumkin degan. Va eng ko'p ishlatiladigan turi bu JSON hisoblanadi bugungi kunda. Ana endi demak tushunarli bo'ldimi? Endi API bo'lmaganda nima bo'lardi? API bo'lmaganida dasturlar bir-biridan uzilgan bo'lardi. API demak nima? Zamonaviy ilovalarning yuragi ekan. Endi tasavvur qiling. Mana sizda veb-sayt bor. Veb-sayt ham endi o'sha veb-saytingizda mobilniy ilovasi bor. Mobil ilova. Va yana bundan tashqari aytaylik qanaqadir bir kompyuter ilovasi ham bor. Kompyuter versiyasi, kompyuter ilovasi. Uchalasi 3 xil tizim, to'g'rimi? Bittasi kompyuterda ishlaydi, bittasi telefonlarda ishlaydi, bittasi brauzer orqali kiritiladigan veb-sayt qurilmalarda brauzerda ishlaydi. Uchalasi 3 xil ilova, lekin uchalasi ham borib nima qiladi? Bitta DB, ya'ni database, ya'ni ma'lumotlar bazasiga nima qiladi? So'rov yuboradi. Database. Uchalasi ham mana shu databazani nima qilish kerak bo'ladi? O'zgartirish kerak bo'ladi. Yoki mana shu yerda ma'lumot olib kelish kerak bo'ladi. Mana shunda tasavvur qiling, siz odatda veb-sayt bilan databazani to'g'ridan-to'g'ri bog'lab qo'yishingiz imkoniyati bor. Lekin mobil ilovaga ham, kompyuter ilovasiga ham xuddi mana shu databazadagi ma'lumotlarga kirish, ularni o'zgartirish yoki masalan turli xil foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Admin, oddiy foydalanuvchi, menejer yoki bo'lmasam super admin degan mana shunaqangi rollar yaratib turib, ularga ham holatiga qarab turib kirish, ya'ni darajasiga qarab turib kirish imkoniyatini berish va shunga o'xshagan murakkab logikalar, murakkab mantiqlarni yozish uchun mana bu qismlarga, ya'ni faqatgina veb-saytni o'zidan databazani o'zgartirish muammo emas. Buning uchun aytaylik bizga API kerak bo'lmasligi mumkin, lekin mobil ilova bilan kompyuterlarga ham kirish uchun imkoniyat yaratib berishimiz kerak, to'g'rimi? Mana shu
uchala ilovali yoki bundan ko'p bo'lsa ham farqi yo'q. O'rtasida, mana shularning o'rtasida ilovalar, turli xil ilovalarning o'rtasida ma'lumot almashinuv uchun nima qilib berishimiz kerak? Imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Buning uchun bizga bitta tizim kerak bo'ladi. Mana shu tizim API hisoblanadi va endi mana shu tizim o'rtasi bir-biriga nima qiladi? Ma'lumotlar almashadi. Mana shu ma'lumotlar almashishni ko'rinishi, formati bo'lishi kerak-ku. Mana shu odatdagi ko'rinishi JSON hisoblanadi. Endi JSON nima deydigan bo'lsangiz, JSON bu JavaScript Object Notation degani. JavaScript Object Notation degani. Bu nima degani? Tasavvur qiling, bizda JavaScript degan dasturlash tili bor. Mana shu JavaScript dasturlash tilida obyekt degan tushuncha bor. Obyektlar nima edi? Biz Pythondan bilamizki, mana masalan ko'p qatorli izohchi bo'lib tushuntirish uchun. Masalan, a teng deyman. Mana shu jingalak qavs ichida aytaylik, ism. Masalan, men o'z ismimni yozaman, Otabek. To'g'rimi? Yosh masalan 24 da va yana endi men bu joyga masalan uylanganman deb qo'yishim mumkin. Endi qiziqarli bo'lishi uchun bu true yoki false bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki true va false. Men masalan uylanmaganim uchun false. Mana men sizga 3 xil ma'lumot turini ko'rsatdim. String bu joyda qo'sh tirnoq ichida yozilgan, qo'sh tirnoqsiz yozilgan raqam, ya'ni bu nima? Int va mana bu esa boolean ma'lumotdir va bular hammasi mana keylar, kalitlarga bog'langan kalitlar va bu tomonda qiymatlar. Kalit va qiymatlarni o'zini ichiga to'plagan ma'lumotdir bizga nima deyilardi? To'g'ri, o'sha dict deyiladi, ya'ni dictionary yoki dictionary deyilar edi. Ya'ni bu degani lug'at degani o'zbekchasiga mana, ya'ni kaliti va qiymati, ya'ni so'z va uni tarjimasi bo'lganga o'xshagan. Va ana endi mana shunaqangi ko'rinishda nima qilar ekan? JSON, mana shu JSON hisoblanar ekan. Ya'ni to'liq JSON emas bu hali, chunki bu hozir Python ko'rinishida turibdi. Pythonda mana masalan false kattada yoziladi, to'g'rimi? JSONda masalan kichkina harfda yoziladi. Chunki JavaScript dasturlash tilida kichkinada yoziladi. Faqat masalan aytaylik, Pythonda men bilgan dasturlashtirilarim orasida faqat Pythonda katta harfda yoziladi, mana shu true false'lar. Yoki bo'lmasa mana buni men int deb qabul qilishim mumkin, lekin JavaScript dasturlash tilida bu yoki masalan agar 24.2 deb qo'ysam, buni Python nima deb tushunadi? Float degan ma'lumot turi deb tushunadi. Lekin buni ham mana bu ko'rinishni ham JavaScriptda number deb tushunadi. Mana buni endi tushunasiz, oddiy string. Mana shunaqangi farqlari bor. Mana shu farqlariga ko'ra ana shu JavaScriptdagi aynan variantidagi obyektlarga o'xshab ketadigan ko'rinishda yoziladigan nima desa bo'ladi? Notation degani bu belgilash yoki qayd etish degani. Ya'ni ma'lumotlarni mana shu JavaScriptdagi obyekt ko'rinishda qayd etish usuli JSON hisoblanadi va ana shu qayd etiladigan fayllar bor, bularni kengaytmasi JSON hisoblanadi. Mana bu juda yangi yasaymiz, masalan ma'lumot.json, mana JSON va ichiga kirib mana men yozaman. Bu joyda masalan ism masalan Otabek. Bu joyga virgul qo'yadigan bo'lsam, mana bu xato hisoblanadi. Nimaga? Mana bu joyda xatolik ko'rsatyapti, trailing comma, ya'ni qolib ketayotgan virgul belgisi bor. Mana bu joyda ham ko'rsatib qo'yapti. Nimaga? Chunki JSONda hech qachon oxirgi item, ya'ni oxirgi narsada virgul bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bundan keyin masalan men yosh deb turib faqat ajratish uchun yozishim kerak-da. Masalan 24 desam bu xatolik yo'qoladi. Chunki mana bu qator tugayapti. Tugab keyingisiga o'tib turganini bildiryapti virgul. Lekin eng oxirgi qatorga men virgul qo'yib qo'yadigan bo'lsam yana xatolik. Bu joyda mana yana uylanganmi deb turib yana masalan false berib qo'ysam, men masalan uylanmagan, false berib qo'ysam, bu false xatolik beryapti. Nimaga? Chunki qiymat kutgan edi, lekin bu qiymat emas. Mana false desam, bu boolean turiga aylanib qiymat bo'lib qabul qilinadi. Ham desa bu joyda virgul mana oxirgi narsada emas, ya'ni oxirgi elementda emas, undan oldingilarda bo'lganligi uchun xatolik bermayapti. Yana virgul qo'yib qo'ysam xatolik yuzaga keladi. JSONning farqi shunda. Mana bu demak number tipi.
Bu ham masalan number tipi, bu necha bo'lishidan qat'iy nazar va bu boolean turi hisoblanadi. Kichik harflar bilan yoziladi. Shunaqangi farqlari bor. Ana endi biz bugun o'rganadigan JSON modulimiz mana shu farqlarni bizga hal qilishga nima qilar ekan? Yordam berar ekan. Demak, JavaScript Object Notation degani JavaScriptdagi obyekt ko'rinishida yoziladigan qaydlar degan ekan. Ya'ni ma'lumotlarni mana shu ko'rinishda, mana shunaqangi JSON fayllarni saqlab qo'yishimiz mumkin ekan yoki xuddi shu ko'rinishdagi ma'lumotlarni ilovalarga yetkazib berishimiz ham mumkin. Ya'ni biz ma'lumotlar bazamizdagi ma'lumotlarni shunaqa ko'rinishga keltirib, foydalanuvchilarga yetkazib berishimiz mumkin ekan. Lekin masalan shu bu degani JavaScriptdagi obyekt ko'rinishida yoziladigan qaydlar uchun ishlatiladigan til yoki misol uchun mana shu narsa format, ya'ni JSON faqatgina JavaScript uchun degani emas. Faqat JavaScriptdagi obyekt ko'rinishida yoziladi. Pythondagi emas yoki boshqa dasturlashtirishlarga emas, balki aynan JavaScriptdagi ga o'xshatib yasalgani uchun shunday nomlanadi. Tushunarlimi? Bu universal ma'lumotdir. Buni universal ma'lumot formati deb tushunish kerak va bu Pythonda ham, boshqa dasturlashtirishlarda ham, hamma dasturlashtirishda ishlaydi. Va endi oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling, siz do'stingizga xat yozyapsiz. Xatni qog'ozga yozib, konvertga solib, pochta orqali yuborasiz. Do'stingiz konvertni ochib, xatni o'qiydi. Dasturlashda ham xuddi shunday. Dasturlar bir-biri bilan ma'lumot almashishi kerak. JSON ana o'sha qog'oz va konvert, ya'ni standart formatni ifodalaydi. Endi hozirgi kunda SMS yoki messenjerlar chiqib ketgan. Endi men tushuntirish uchun aytyapman buni. Va endi JSON qayerda ishlatiladi? Mana shu API'lar bilan ishlatiladi. Faqat API'lar bilan ishlatiladi tushunib qolmang JSONni. JSON bu Application Programming Interface, ya'ni dasturning interfeysi. Bu Google Maps, YouTube, Telegram boti, ob-havo ma'lumotlari, veb-saytlar, bilmadim, Kun.uz, hamma yerda ob-havo ma'lumotlarini ishlab chiqarib, misol ko'rsatadigan ilovalar, hammasi JSON qaytaradi. Yoki bo'lmasam konfiguratsiya fayllari. Konfiguratsiya fayllar degani nimanidir sozlashga yordam beradigan fayl degani. Masalan, mana shu men ishlatayotgan kod muharriri, Z kod muharriri bo'lsa, Ctrl virgul belgisini bosaman, yana bir marta bosadigan bo'lsam, mana settings JSON, ya'ni men kiritgan sozlamalarni bu joyda ko'rsatadi. Men bu joyda masalan sim deb qidirishim mumkin va mana buni men o'zgartiradigan bo'lsam, hozir ogohlantirib qo'yay. Qorong'u rejimdan yorug' rejimga o'tadi. Ko'zingizga ehtiyot qiling. Va mana light deb qo'yadigan bo'lsam, yorug' rejimga o'tadi. Dark deydigan bo'lsam, tungi rejimga o'tadi. Yoki mana bu joydagi men tungi rejimdagi mavzusini bu joydan nima qilishim mumkin? Boshqa birorta mavzuga mana osongina o'zgartirishim mumkin bo'ladi. Mana shu shaklda demak meni sozlamalarim saqlanadi. Bu Ctrl virgul belgisini 2 marta bosganimda ochilyapti. E'tibor bering, mana bir marta bosganimda bunaqangi tayyor UI, mana bu joyda men mana bunday tanlab, o'zgartirib, nima qilishim mumkin? Mana xuddi o'sha sozlamalarni, ya'ni fayl saqlanayotgan sozlamalarni men mana shunday o'zgartiraman. Masalan, mana bu tugma chiqib qoldimi, demak buni men o'zgartirganman. Ya'ni mana bu narsani o'zi yoniq bo'lgan, men o'chirib qo'yganman. Masalan, buni o'sha Ctrl virgul belgisini bosib turib qaraydigan bo'lsak, bu joyda masalan telemetry deb mana telemetry, mana xavfsizlik va telemetry bo'limi ochaligimda mana false qo'yganman. Ko'rdingizmi? Ctrl virgul belgisini bosadigan bo'lsam va pastga tushadigan bo'lsa, mana ko'ryapsizmi? False, ya'ni o'chiq holatda turibdi mana bu ikkita narsa, diagnostika va metrika. Mana diagnostika va metrika telemetri uchun. Ya'ni men ilovadan tashqi tomondan turib sozlayapman, lekin uni aslida qanaqa formatda saqlayapman? JSON ko'rinishida saqlayapman. Va yana ma'lumotlarni saqlash, ya'ni oddiy faylga ma'lumot yozishdan ko'ra, misol uchun JSON formatida saqlab qo'yish yaxshiroq hisoblanadi. Chunki ertaga uni boshqalarga ham ulashish mumkin bo'ladi. Yoki veb-saytlar, server, brauzer o'rtasida bir-biri bilan nima qiladi? Ma'lumotlar ulashadi, to'g'rimi? Mana shu ma'lumotlar ulashayotganda ham nima qilar ekan? Demak, JSON shaklida ma'lumot ulashar ekan. Endi JSONning sintaksisi haqida men sizga biroz gapirib berdim. Shuning uchun bitta misol ko'rsatib qo'ya qolay bu joyda. Mana bu joyga qarang. Yo'q, yaxshisi buni tashqariga chiqaraman.
mana bu joyga qaraydigan bo'lsangiz, bu JSON hisoblanadi. Va mana bu joyda xato beryapti. Chunki bu aslida biz buni nimaga tenglashtiryapmiz? Foyda deb turib o'zgaruvchiga tenglashtiryapmiz. Bu joyda dictionary hosil qilyapmiz Pythonda. Lekin degan joyda bor. Mana bu joyda true nima bo'lishi kerak? Pythonda katta bo'lishi kerak. Shunda hammasi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni mana shunaqangi mayda-chuyda xatoliklar chiqishini oldini olish uchun bizda JSON moduli bor. U bizga o'sha JSON matnidan Pythondagi obyektga yoki Pythondagi obyektdan JSON matniga nima qilib beradi? O'girib beradi bir-biriga. Endi JSONdagi ma'lumot turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, mana men bularni sizga ko'rsatib beraman. Masalan, ko'ring. Mana JSONdagi turlar, ya'ni string bor, number, boolean, array, object, null. Mana string o'zimizning matn, number son, boolean mantiqiy qiymatlar, array massive. Ya'ni bu bizda Pythondagi listga to'g'ri keladi. Boolean bu boolga to'g'ri keladi. Numberimiz esa mana int yoki floatga to'g'ri keladi. Mana ikkala misollari bilan string matnga to'g'ri keladi. Mana o'sha bir xil str ga va yana bizda obyekt bor. Python JavaScriptda object bor yoki JSONda object degan ma'lumotlar bor. Bu bizni dictionary'imizga to'g'ri keladi. Null ya'ni bo'sh qiymatlar bor. Bular Pythonda none bilan belgilanadi. JavaScriptda yoki JSONda null bilan belgilanadi. Mana bu shaklda yoziladi. Mana misollarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu jadvalda yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni bunda e'tibor bering. Mana misol uchun Pythonda int float turidan JSON matniga o'tkazganmiz, u numberga aylanib ketadi. Yana qaytarganimizda yana int bilan floatga qaytib qoladi. Lekin e'tibor bering, array bor-ku, array mana misol uchun arrayimiz misol uchun listga o'zgaradi, listdan yana arrayga qaytadi. Lekin mana shuni o'rnida bizda agarda arrayimiz list ko'rinishda emas, balki tuple ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa yoki set ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa ham, ular ham massivga o'giriladi. Lekin massivdan, ya'ni JSON matn ko'rinishidan Python turiga o'tkazayotganimizda ular yana nimaga? Listga aylanib qoladi. Aynan tuplega qaytmaydi. Tushunarlimi? Mana shu narsa, mana shunaqangi farqlari bor. Bu narsalarni yodda saqlashingiz kerak bo'ladi. Va endi o'sha eng muhimi o'sha JSONda true false kichkina harflar bilan, Pythonda esa katta harflar bilan yoziladi. Ana endi JSON modulimizga ham nima qilsak, o'tsak bo'ladi. Bularda hammasini nima qilaman? O'zi hammasi kommentariyada izohda ekan, buni ham izohga olaman. Va endi birinchi qiladigan ishimiz JSONni import qilish. Ya'ni boshiga, faylning boshiga import JSON deb yozaman. JSON modulini chaqirib oldik. Ishlatmaganimizga xatolik beryapti, ya'ni ogohlantirish. Xo'p, JSON moduli o'zi nima? Pythonda standart kutubxonasida mavjud bo'lib, uni alohida o'rnatish shart bo'lmagan bitta modul. Endi ikkita asosiy ishni qiladi. Birinchisi bu serialization. Buni o'sha backend o'rganayotganingizda ham sizga kerak bo'ladi va ikkinchisi deserialization. Bu endi nima degani serialization? Serializationni o'zbek tiliga oddiy qilib serializatsiya, buni deserialization desa deserializatsiya deb tarjima qilishadi. Buni ma'nosi bor. O'sha serializatsiya nima deydigan bo'lsangiz, bu serializatsiya bu nima qilish? Python kodidan ya'ni Pythondagi qaysi kodni? Python kodi deganda ham o'sha obyektini, ya'ni Python obyektini JSON matnga, shuni JSON string deb ketaylik, JSON stringga aylantiradi. Va ana endi bu yerda bizda deserializatsiya bor. Deserializatsiya nima degani desa, buni aksi, ya'ni JSON satri, JSON matni yoki JSON stringni Python obyektiga aylantiradi. Mana ko'rdingizmi? Mana shuni yozib qo'ydik. Ya'ni deserializatsiya JSON matnidan
Python obyektiga, serializatsiya esa Python obyektidan JSON matniga aylantirishga yordam berar ekan. Bunda shu serialize degan so'z bor. Serialize degan so'zni qadoqlash deb tushunsangiz bo'ladi. Qadoqlash, ya'ni ma'lumot uzatish uchun tayyorlaymiz biz bu yerda va uni ma'lum bir qadoqqa solamiz. Shunday deb tushuning. Deserialize esa bu qadoqdan chiqarish degan, o'sha qadoqni ochish, ya'ni bizga qadoqlangan mahsulot keldi, o'sha qadoqdan ochishimiz kerak. Qadoqdan ochish yoki qadoqdan chiqarish deylik. Qadoqdan chiqarib olish. Ya'ni kelgan ma'lumotni ishlatish uchun ochishimiz kerak bo'ladi. Biz bu ishlarda 4 ta funksiya bilan, ya'ni JSON modulda 4 ta funksiyani, asosiy funksiyani ko'rib chiqamiz. Undan keyin ba'zi bir boshqa funksiyalarni ham ko'ramiz. Mana o'shalarda eng asosiysi dumps va dump. Keyingisi bo'lsa loads va load. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu s harfini qo'shilishida farqi bor. O'sha s nimani bildiradi? S harfi desangiz, bu s harfi string degani. Ya'ni dumps va loads, dump degani yozish degani. Load esa yuklash degani. Ya'ni qandaydir bir ma'lumotni yozib qo'yishimiz mumkin yoki uni biz o'zimiz ishlatishimiz uchun o'zimizga yuklab olishimiz mumkin. Ya'ni Python kodiga aytaylik yuklab olishimiz mumkin. Shu yuklab olayotganimizda ham mana yozayotganimizda ham, yuklab olayotganimizda ham ikki xil holat mavjud. Birorta fayldan, mana birinchisi fayl, birorta tayyor mana ma'lumot.json degan fayl bor, to'g'rimi? O'sha fayldan yoki faylga saqlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam ikkinchi holatimiz, misol uchun to'g'ridan to'g'ri oddiy o'sha JSON matni yoki Python obyektiga. Python obyekti. Mana shu ikkalasi yo unisiga yo bunisiga nima qilishimiz mumkin? Saqlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni JSON fayldan yoki JSON faylga saqlashimiz mumkin yoki JSON matni yoki Python obyektiga nima qilishimiz mumkin? O'sha yuklashimiz yoki unga yozishimiz mumkin. Mana bu mana shu ikkinchi variantni bildiradi. Ya'ni masalan ikkinchi variantni bildiradi. Ikkinchi variant pastda. Ya'ni JSON matnini bildiradi. Ya'ni mana string degani-ku, string matn degani-ku, satr degani-ku, to'g'rimi? O'sha yozayotganda yoki yuklayotganda, qayerdandir yuklayotganda yoki qayergadir yozayotganda bajaradigan narsasi bu faylga emas, aynan qandaydir bir matnga, ya'ni bitta o'zgaruvchigami, nimagadir tenglab qo'yishimiz mumkin. O'shani nazarda tutilyapti. Tushundingizmi? Buni hozir mana ko'ramiz. Masalan, birinchi bo'lib JSON da dumps funksiyasini ko'rib chiqaylik. Dumps degan nima edi? Dump string degan ekan. Tushundingizmi? Dump bo'lsa shunchaki yozadi, dump string bo'lsa faylga yozadi, ya'ni dumps bo'lsa stringga yozadi. Endi buni qisqartmasi stringga tashlab qo'yish degani. Ya'ni stringga saqlab qo'yish degani. Mana shuni JSON dumps va bu joyda string qabul qiladi. String deyman, object qabul qiladi. Ya'ni bitta obyektni bu joyga qabul qiladi. Uni JSON kutubxonasini dumps funksiyasi yordamida nima qiladi? Obyektdan, Python obyektidan JSON matniga, stringga o'tkazib beradi. Endi qachon ishlatiladi? Masalan, API orqali ma'lumotni yuborayotganda, ma'lumotni faylga yozishdan oldin tayyor holatga keltirishda yoki masalan keyinchalik qayta ishlatish mumkin bo'lishi mumkin-da, yoki masalan debug qilishda, ya'ni xatoliklarni aniqlashda, ya'ni ma'lumotlarni ko'rishda ishlatiladi. Masalan, foydalanuvchi ma'lumotlarni nima qilishimiz mumkin? JSON ga aylantirishimiz mumkin. Masalan, bizda foydalanuvchi ma'lumotlarini Python dictionary, ya'ni lug'at sifatida saqlaydigan, masalan saqlanadi deylik. Biz uni JSON formatiga aylantirib ko'ramiz. Masalan, bitta misol ko'radigan bo'lsak-da, dictionary bu lug'at, kalit qiymatdan iborat juftliklar to'plami. Endi
mana masalan misol ko'radigan bo'lsak, mana foydalanuvchi ID'si 1, ismi Alisher, ya'ni tartib raqamida ID, familiyasi Karimov, yoshi 25 ta, aktiv, true, aloqa none, qiziqishlari mana bular. Mana bu yerda e'tibor bering, true va none nimaga aylanib ketadi? Harfli variantlarga, ya'ni true kichkina harfga aylanadi, none esa null ga aylanib ketadi. Masalan, o'sha JSON matn degan bitta o'zgaruvchi ochib, JSON dumps, ya'ni mana bu funksiyamiz yordamida mana bu yerga foydalanuvchini beryapmiz. Foydalanuvchimiz nima edi? Albatta obyekt edi. Qanaqa obyekt desa, bu o'sha Pythondagi obyekt. Buni biz dictionary der ekanmiz. Dictionaryni berib yubordik bu joyga. Dump funksiyasi tepada import qilganmiz. O'sha JSONdagi dump funksiyasi o'sha mana bu foydalanuvchimizni matn ko'rinishiga keltirib beradi. Va buni ekranga chiqarishda 3 xil usuli bor. Buni ko'ramiz. Mana ekranga foydalanuvchimiz turini chiqaramiz. Ya'ni mana bu oddiy bu dictionary chiqish kerak, to'g'rimi? Chunki bu Pythondagi dictionary. Uni keyin matnga o'zgartirdik. Matnga o'zgartirganimizdan keyin string chiqish kerak. Va endi ichidan string bo'lgani uchun uni bemalol print qilishimiz mumkin. Ichida nima borligini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Python main py. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'zi dictionary holatda bo'lgan, keyin uni string holatiga o'tkazdik. String holatiga o'tkazganimizda esa mana bu ma'lumotlar kelib chiqdi dictionarydan ko'ra. Va ana endi e'tibor bering, bu joyda nima active true ga aylangan kichkina harf, aloqa esa null. Demak, none dan null ga aylanib ketgan. Xo'p, endi indent parametrini ko'rib chiqaylik. Bu chiroyli ko'rinish uchun kerak. Mana misol uchun e'tibor bering, bizda juda ham betartib, ya'ni bitta qatorda o'zi ko'rsatib qo'yishga harakat qilgan. Mana misol uchun mana bu joyga yetib kelgandan keyin u yog'iga yozolmagani uchun pastki qatorga bukib yuborgan, lekin aslida bu bitta qator. Chunki bitta tanlaganimda bitta tanlanyapti, ko'ryapsizmi? Va ana endi masalan aytaylik, bizda masalan chiroyliroq holatda chiqarishimiz mumkin. Mana chiroyli JSON deb qo'ydik va o'sha dump funksiyasidan foydalandik. O'sha obyektimiz, ya'ni dictionary'mizni berdik va undan keyin vergul berib ikkinchi nimani kirityapmiz. Ikkinchi qismini kirityapmiz. Bu yer indentor deb qo'yganman. E'tibor bering, indentor. Indentor deganim uchun menga indentation, ya'ni birinchi darslarimizda o'rganganimiz, masalan, har ikki nuqtadan keyin ichkariga kirardik, to'g'rimi? Mana bunda ham masalan jingila qavs ochildi, yangi scope ochildi va undan keyin mana 4 ta bo'sh ketak. Va buni ichiga yana tushirgan bo'lsak, mana ko'ryapsizmi? Mana bu qismini ham asli qanday chiqarishimiz mumkin? Aslida mana to'rtburchak qavsdan keyin mana yana bu yergacha o'zi 4 ta kirgan bo'lsa, bu yog'iga ham yana 4 ta kiryapti. Ichkariga, ya'ni yangi scope, yangi bo'lim boshlangani uchun. Va ana endi mana shu chiroyli holatida chiqarib ko'raylik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana biz hozir keltirgan holatga keltirib beryapti. Chiroyli qilib. Bu joyda mana 1, 2, 3, 4. Mana 4 tadan joy bor. Lekin e'tibor bering, mana hozir eski holatiga qaytaraman. Eski holatda bir qatorda turibdi, to'g'rimi? Mana o'chirib qaytadan ishga tushiraman. Hattoki o'sha holatda ham mana nima qilib beryapti? Mana bu yerda 8 ta bo'sh ketak tashlab beryapti. Chunki bu yergacha bitta scope, uning ichida ichki scope, ya'ni ichki qatlam bor. Mana bu yerda to'rtburchak qavs tufayli va o'shaning uchun ham yana 4 ta qo'shimcha bo'sh ketak tashlanyapti. Mana shu holatga keltirib beradi indent kodi. Xohlasangiz buni 4 ta bo'sh ketak emas, 2 ta bo'sh ketak deb qo'yishingiz mumkin. Va ishga tushirsangiz mana yana ham soddaroq va chiroyliroq bo'lib mana bundan ko'ra ko'rinyapti. Bu chiroyliroq qilib JSON holatda chiqarish edi. Endi indent parametrisiz bitta qatorda chiqib qoladi. O'shaning uchun indentni ishlatgan ham yaxshi. Endi chunki ko'p qatorda o'qish uchun qulay bo'ladi-da. Va endi men sizga bitta narsa ko'rsatishim kerak. Bu ko'pincha o'sha o'zbek matnlari bilan ishlaganda bo'ladigan holat. Mana sizlar tasavvur qiling, bizda xabar bor. Xabarimizda salom O'zbekiston
turib O'zbekistonda bayrog'i ishlatilgan ekan, ko'rinmayapti, o'chirib tashlaymiz. Va endi mana shu matnimizni nima qilib ko'ramiz? Oddiy print yordamida chiqarib ko'ramiz. Matn. Ko'ryapsizmi? Chiqyapti. Mana bu O belgisi oddiy O belgisi, lekin e'tibor bering, o'zbek harflarida bu tayoqcha shaklda emas, oltisimon O bo'ladi. Buning uchun masalan men hozir WinWord deyman va pusk menyusidan Word dasturini ochaman va bu joyda O harfini terib ko'raman. Mana O harfini bu joyga almashtiraman. Ko'rdingizmi? Oltisimon, ya'ni uchi tepaga qaragan O belgisi chiqdi va buni endi ekranga chiqaradigan bo'lsam, bu joyda bir chiroyli ko'rinmoqda. Lekin degan joyda bor. Agar bu qism masalan JSON yordamida chiqarayotgan bo'lsak-chi, ya'ni JSON matni shaklida chiqarayotgan bo'lsak-chi buni. Mana bu ko'rinishda emas, mana bu ko'rinishda bo'lsa, bu holatda nima bo'lardi? Mana ko'ryapsizmi? Xabar: salom, O'zbekistondagi O belgisini mana teskari drop yoki backslash belgisi, inglizda backslash deyiladi. Bu nima degani? Unicode, ya'ni yagona o'sha belgilar tizimi hisoblanadi. Har bitta belgining o'zining kodi bor. Mana bu belgini oltisimon O ni belgisini kodi demak 2018 ekan. Agar buni 9simonni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 9simonni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, yo 2019 yo 2017 chiqaradi adashmasam. Mana 2019 ekan, ko'rdingizmi? Bu 2019-belgi 9simon. 6simoni kerak bizga O va G harflari bilan. Shuning uchun mana e'tibor bering, mana shunaqa chiqib kelyapti. Xo'sh, bu yaxshimi desa, albatta yaxshi. Ba'zi bir holatlarda faqatgina, chunki ba'zi bir holatlarda bu kerak bo'lmasligi mumkin. Mana shu holatlarda bizga nima kerak bo'ladi? Ensure ASCII degan kod kerak bo'ladi. Mana bu joyga mana virgul qo'yib ensure ASCII, ya'ni bu e'tibor bering, JSON kutubxonasining dump funksiyasidan foydalanayotgan joyimda qarshisida yozyapman. Ensure ASCII false deb yozganim uchun ana endi o'sha belgi ham nima qiladi? Ko'rinadi. Mana salom, O'zbekistonda O, mana ko'rdingizmi? ASCII, ensure ASCII degani har bitta belgini o'sha American symbol, charakter nimadir degan o'sha alifbosi bor. Har bitta belgilarda o'zining kodi bor. O'sha faqat o'shandagi belgilarni ishlatib, qolgan belgilarda Unicode raqamini ko'rsatsinmi degan tanlov bor. Bu odatda yoqilgan bo'ladi, true bo'ladi. Ya'ni siz yozmasangiz ham birlamchi holatda true qabul qilgan bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lib turgan bo'ladi? Mana U18, 2018 mana shunaqa teksar drop belgilari bilan chiqib keladi. Shuni biz qo'lda o'chirib qo'yishimiz kerak agar bu kerak bo'lmaydigan bo'lsa bizga, masalan, o'shanda chiroyli holatda chiqib keladi. Xo'p, ana endi dump funksiyasini ko'rgan bo'lsak va unga qo'shimcha ravishda bir nechta narsalarni ko'rgan bo'lsak, endi bu navbat endi JSON loads funksiyasiga keldi. JSON loads funksiyasiga keldik va bu nima qilib beradi? String qabul qiladi. Ya'ni o'tgan safar object qabul qilgan bo'lsa, endi bu safar string qabul qiladi. Chunki biz nima qildik? Dump degani qayd etish, yozish degani edi. Biz ma'lum bir o'zgaruvchiga o'sha string ko'rinishda JSON ni yozib yubordik. Obyektdan, Python obyektini o'zgartirib turib yozib yubordik, o'girib turib. Lekin bu joyda JSON loads da esa buni aksi. Ya'ni bizga tayyor o'sha JSON matni ko'rinishda matn keladi, uni biz bu yerga beramiz. Bu esa bizga uni obyekt sifatida yuklab berishga yordam berar ekan. Demak, load string degani bu. Load string ya'ni matnni yuklash. Xo'p, endi qachon ishlatiladi? Masalan, bu hali gaplashgan narsalarimiz aks holatlarda, masalan, API dan kelgan javobni qayta ishlashda, fayldan o'qilgan
JSON matnini ishlatishda javob yoki so'rov deb ko'p aytyapman. Bular mana bularni aytyapman. Get deganda olish so'rovini yuboryapmiz. Post deganda saqlash yoki nimadir yaratish so'rovini, put deganda to'liq o'zgartirish, paste degan qisman o'zgartirish, delete deganda masalan o'chirish so'rovini nima qilyapmiz, yuboryapmiz va u yerdan bizga javob qaytadi. O'sha javob nima aytaylik response hisoblanadi. Response deyiladi. Responsening formati bo'ladi. JSON, XML, YAML, HTML, plain text har xil. Va bu mana bu patch, put, delete, get mana bu metodlarimizni biz qayerga yuboramiz? Endpointlarga yuboramiz. Masalan, tugma bosilganda yoki saytga kirilganda mana shu manzilga bor va get qil u yerdan yoki u yerga post qil. U yerda put, patch amallarini bajar yoki u yerda delete amalini qil deb turib yozamiz va formati o'sha JSON, XML, YAML, HTML yoki plain text shunga o'xshagan formatlarda yoki balki rasm bo'lib yoki video bo'lib qaytib keladi. Va ana endi bu joyga tushamiz. Demak, mana bu API dan kelgan javobni qayta ishlashda yoki fayldan o'qilgan JSON matnini ishlatishda loads funksiyasidan foydalanar ekanmiz. Tasavvur qiling, ob-havo API dan masalan javob keldi. U string ya'ni matn shaklida keladi. Biz uni Python obyektga aylantirib, ichidagi ma'lumotlarga kirishimiz, ulardan foydalanishimiz mumkin bo'lishi kerak. Masalan, buni hozir simulyatsiya qilamiz. Endi biz API hozir bo'lmaganligi uchun shu bor deb tasavvur qiling. Mana API dan kelgan javob. Shahar Toshkent, harorati 28, holati quyoshli, namlik mana bunaqa, prognoz bunaqa, ko'rdingizmi? Keldi. Endi o'sha ob-havo ya'ni JSON stringini Python dictionaryga aylantiramiz. Buning uchun nima qilamiz? Ob-havomiz JSON loads API javob. Ya'ni JSON kutubxonasining loads funksiyasi, ya'ni yuklash funksiyasidan foydalanib API dan kelgan javobni yuklayapmiz. Qayerga? Mana bu ob-havo degan qismga qanday yuklayapmiz? JSON loads orqali yuklaganimiz uchun bu masalan true false'lar kichkinada bo'lsa yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham Python ma'lumot turlariga o'giriladi bu kutubxona yordamida. Ana endi oddiy o'sha dictionary kabi ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana qarang. Ob-havo ya'ni nima bo'lyapti bu yerda? Ob-havoni turini, ya'ni ob-havo degan o'zgaruvchimiz turini bu yerda dictionaryga qaytardi. Chunki biz uni matndan dictionaryga o'zgartirib yubordik. Va endi o'sha ichidan shahar topib chiqishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ob-havo degan o'zgaruvchimizga mana bu matnni yuklaganimizdan keyin u nimaga aylandi? Dictionaryga. Demak, dictionaryga qanday kirsak, ya'ni to'rtburchak qog'oz bilan kirardik. Ichida qiymat kerakli o'sha kalt kirsak, uni qiymatini olib chiqib beradi. Ya'ni ob-havoni ichidagi shaharni olib chiq. Ya'ni ob-havo bu bo'ladigan bo'lsa, ichida shahar bo'ladigan bo'lsa, Toshkentni olib chiqib beradi. Yoki ob-havoni ichidagi haroratni olib chiqib, unga gradus belgisini qo'shib qo'yasiz. Masalan, harorati 28 bo'lsa 28 gradus ko'rsatib qo'yamiz. Yoki holati masalan qanaqa kunni holati quyoshli, yomg'irli, bilmadim, qorli, do'lli, bilmadim. Bu joyda o'sha ob-havoning ichidagi holat va endi ertagi ob-havo, ob-havoni ichidagi prognoz ichidagi birinchisi mana ob-havoni ichida mana bu ob-havo deydigan bo'lsak ichida prognoz ichida birinchisi ya'ni quyoshli deb chiqar ekan. Xo'p, endi birinchisi desam mana buni nazarda tutmang. Xo'p, men ham biroz adashdim. Quyoshli emas, bulutli chiqadi. Chunki indeks 0 dan boshlanadi-ku, to'g'rimi? Quyoshli, bulutli 1. Xo'p, endi buni ekranga chiqaramiz. Mana o'tkazganim o'zi mana bu narsa o'zi kelgan narsa string edi. Uni dictionaryga o'tkazdik. Shaharda Toshkent, harorati 28 gradus, holati quyoshli, ertaga esa bulutli bo'lishini nima qildik? Bilib oldik. Xo'p, demak mana shu narsalar edi. Endi bu JSON dump funksiyasiga o'tsak bo'ladi. JSON dump nima qiladi deydigan bo'lsangiz, JSON dump o'sha yuqorida o'rgangan JSON dump funksiyamizga o'xshaydi. Faqat bu joyda obyektdan tashqari
faylni ham manzilini qabul qiladi. Ya'ni Python obyektini to'g'ridan-to'g'ri o'sha biz bergan fayl manziliga nima qilib qo'yadi? Yozib qo'yadi. Dumpsdan farqi, dump string qaytaradi, dump esa faylga nima qiladi? Yozib qo'yadi. Endi qachon ishlatiladi bu? Ma'lumotni doimiy saqlashda, settings, konfiguratsiya, mana ko'rdingiz-ku, Z kod muharririni ko'rsatib berdim. Xuddi shunday. Dastur to'xtatilganda ma'lumotni saqlab qolishda, masalan, shunaqa vaqtlarda JSON fayli kerak bo'lishi mumkin. Endi foydalanish so'rovnomalarini saqlash misolini ko'rib chiqaylik. Xo'p, ko'p dasturlarda sozlamalar JSON faylda saqlanadi. Masalan, VS Code settings JSON fayli bor, Zda ham bor. Biz ham shunday tizim yozishimiz mumkin. Masalan, sozlamalar deymizda, xo'p, masalan, men o'zim yozgan narsalarim bor. Ularni olib kelaman, mana qo'yaman. Tili o'zbekcha, mavzusi qorong'u, shrift hajmi 14, bildirishnomalar katta harf bilan turib e'tibor bering va so'nggi ochilgan loyiha 1.py yoki test1.py fayllari. Endi faylga yozamiz. Faylga yozishdan oldin bitta narsani eslatib o'tay. Mana shu fayllar bilan ishlashda, yozishda ma'lum bir harflar, belgilar ketma-ketligi bor. Ular nimanidir anglatadi. Masalan, W ni oladigan bo'lsak, W write degani, ya'ni yozish degani bosh harfidan kelib chiqib turib bilsa bo'ladi. Demak, W write degani, ya'ni yozish rejimi, fayl yo'q bo'lsa, uni yaratadi. Endi encoding degan narsa bor. Encoding, ya'ni kodlash, ya'ni qoboqlash. Kodimiz o'sha qoboqqa solayotganimizda yoki kodlayotganimizda o'zbek harflari ham ishlash uchun, masalan, ularni UTF-8 alifbosidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. UTF-8 bo'lgani uchun bizni belgilarimizni bemalol ko'radi. Endi with open, mana with open nima qiladi? Bizga o'sha faylni ochishga yordam beradi. Masalan, with open bu context manager, kontekstni boshqaradi. Context managermada hozir aynan nomi hayolimga kelmayapti. Xullas, mana shu with bilan open yordamida, open funksiyasi yordamida nima qilamiz? Fayl ochamiz. Masalan, sozlamalar.json. Va yana endi unga o'sha yozish huquqini beramiz W yordamida. Bunaqa yozish huquqlari bu yerda juda ham ko'p topiladi. Va fayl yo'q bo'lsa nima qilinadi? U yaratilar edi. O'shaning uchun bu joyda yaratilayotgan paytida qanaqangi encoding, ya'ni belgilarda tanish alifbosi ishlatilishini ham ko'rsatib ketishimiz kerak. UTF-8 va buni nimadir deb nomlab olishimiz kerak. Masalan, S-file. Fayl deb nomlab olaman va ichiga kiraman. O'sha ichiga, ya'ni mana shu faylni ochib, ya'ni yozish huquqi bilan ochib, uni UTF-8 shaklida ko'rib turibman va buni fayl deb nomlab olyapman. O'sha fayl deb nomlab olayotgan paytimda mana JSON dump qiladi, ya'ni nima qiladi? Ma'lumotni faylga saqlaydi. Faylga saqlayotganda sozlamalar kerak bo'ladi. Sozlamalar, bundan tashqari fayl kerak bo'ladi va indent yoki 2 berib qo'ysak ham bo'ladi. Va ensure ASCII, mana o'rganayotgan narsalarimizni ham soni ko'payib qoldi, to'g'rimi? False berib qo'yamiz. Shunda sozlamalar fayliga yozadi, ya'ni sozlamalarni oladi. Mana bu faylga nima qiladi? Biz bergan fayl manziliga, qaysi fayl manziliga desa, mana bu joy fayl deb nomlab oldik-ku, ya'ni sozlamalar JSONda ochyapmiz. O'sha yerga saqlaydi va indentation 2 qilib ensure ASCII, ya'ni belgilarni o'z holatida nima qiladi? Qoldirib qo'yadi. Va bu tugagandan keyin, bu amalimiz, ya'ni yozib bo'lganimizdan keyin bemalol print qilishimiz mumkin. Masalan, sozlamalar saqlandi deb yozib qo'yishimiz mumkin. Va endi with open S file deganimiz bu context manager ekan, yodimga tushdi. Context manager
u faylni ochadi va ishimiz tugagandan keyin avtomatik uni nima qilib beradi, biz uchun yopib beradi. Biz o'zimiz qo'lda file.close deb o'tirishimiz shart bo'lmaydi. Mana shu context managerlar tufayli. Endi W esa write mode, ya'ni yozish rejimi. Faylni yozish uchun uni ochib beradi, boshqa narsa uchun emas. Agar fayl bo'lmasa nima qiladi? Yangi faylni yaratib beradi. Endi xona biroz shovqin, agar eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman, e'tibor bermaysizlar. Va endi bizda JSON load degan funksiya ham bor. JSON load. Demak, loads bilan nimani ko'rdik siz bilan? Dumpni ko'rdik loads bilan va yana dumpsni ham ko'rdik. Endi navbat loadga keldi. Bu yerda fayl qabul qiladi. Bu ya'ni fayldan JSON ma'lumotini o'qib Python obyektiga aylantirib beradi. Load string oladi. Endi farqi load esa fayl obyektini oladi. Demak, biz mana shu fayl obyektini olishga bitta misol ko'raylik. Ya'ni saqlangan sozlamalarni yuklash uchun. Masalan, Ctrl B, bu yerda hali sozlamalar fayli yo'q. Shuning uchun qayta yurgizsam mana paydo bo'ldi sozlamalar JSON shaklida. Va ana endi bu joyda masalan aytaylik fayldan o'qish uchun ham shunga o'xshagan ishni qilamiz. Mana with open sozlamalar JSON, faqat bu joyda W emas R qo'yamiz, ya'ni R harfini qo'yamiz, chunki bu R degani read degani encoding turi o'sha fayl deb nomlab oldik. Yana bu avtomatik o'zi yopilib ketadi ishlatib bo'lgandan keyin, o'shaning uchun e'tibor qaratish shart emas. Va endi yuklangan sozlamalar deb turib mana JSON load file, ya'ni faylni mana bu sozlamalar JSON faylimizni nima qildik, yuklab oldik va uni ishlatyapmiz. Endi eng oddiy dictionary kabi ishlatganimizda mana bu kodlar kerak bo'lardi. Ya'ni o'sha til, tema yoki topic, endi odatda topic deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mavzu, yuklangan sozlamalar. Va endi o'shani, ya'ni bu joyda nima qilyapmiz? O'sha yuklagan sozlamalarimiz bor-ku, mana bu JSON faylda tilni, topic ya'ni mavzusini va shriftini, hajmini so'rayapmiz. Bu joyda topic bormikan? Topic demak mavzu ekan o'rnida. Demak buni shuncha vaqt nima qilgan ekanmiz? Bilmagan ekanmiz. Xo'p, demak til, mavzu va shrift hajmi. Buni mavzu deb qo'yaylik. Demak, sozlamalar saqlandi, tili o'zbek tilida, qorong'u rejimida, hajmi 14 piksel. Mana shunday qilib ma'lumotlarni chiqarib olishimiz mumkin JSON formatidan. Endi shu joyda ba'zi bir narsalarni ham aytib o'tib ketay. Xatoliklarni boshqarish bo'yicha yoki buni alohida dars qilamizmi? Menimcha buni alohida dars qilganimiz yaxshi, chunki bundan tashqari yana bir ikkita narsalarimiz bor-da, bularni o'tib beradigan. Shuning uchun JSON darsini keling ikki qismga bo'lamiz. Chunki mana shu joygacha o'tilgan qismlarda tushunib olsangiz yaxshi bo'ladi. Bundan keyingi qismini alohida bitta video qilamiz. Shu joyda demak darsimizni yakunlaymiz, chunki juda ham cho'zilib ketyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.